Bolalar, barchangizga assalomu alaykum. Bilasizlar, Binarium platformasi orqali savdo qiladigan bo'lsanglar, sizlar ham real pullarni solib savdo qilishinglar mumkin bo'ladi, ham demo shotda ishlatgan holda praktika qilishingiz mumkin bo'ladi. Ammo juda ham ko'p obunachilarimiz oxirgi paytlar ba'zi bir g'alati savollar bilan chiqyapti. Ya'ni Otabek aka, men demo shotni ko'paytiradigan bo'lsam, pulimni yechib olishim mumkinmi yokida yo'qmi? Yokida demo shot bilan realniy shotda farqi bormi, yo'qmi? Yokida realniy shotda grafik boshqacha, demo shotda grafik boshqachami degan savollarni почти har kuni uchratyapmiz. Bolalar, aynan bugungi video roligimizda o'sha barcha savollaringizga nuqta qo'yishga harakat qilamiz. Davom etishdan avval albatta kanalga obuna bo'lib, video roligimizga like bosishni ham unutmanglar. Biz bo'lmasam boshladik. Bolalar, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar, bugungi video roligimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi degan umiddamiz. Va aynan bugungi video roligimizda sizlar bilan birga realniy shot va demo shot haqida gaplashib olishga harakat qilamiz. Oxirgi video roliklarimizni ostida juda ham ko'p savollarga duch keldik. Aynan shu mavzuga oid savollarni qoldiribsizlar. Ya'ni Otabek aka, realniy shot bilan demo shotda farqi nimada? Oddiy qilib aytganda, demo shotda men daromad oladigan bo'lsam, $100 dan $200 qiladigan bo'lsam, o'sha pulimni yechib olsam bo'ladimi, yo'qmi degan savollarni почти har kuni uchratyapmiz. Va ba'zi bir obunachilarimiz undanda qiziqroq savollarni qoldiribdi. Ya'ni men realniy shotda ishlayotgan bo'lsam, nimagadir bitimlarim minus bo'lyapti, demo shotda ishlayotgan bo'lsam, bitimlarim plus bo'lyapti. Ya'ni oddiy qilib aytganda, demo shotda ishlayotgan paytim grafik boshqacha bo'ladimi va realniy shotda ishlayotgan paytim grafik boshqacha bo'ladimi degan savollarni почти har kuni ko'ryapmiz. Bolalar, aynan bugungi video roligimizda o'sha barcha savollarga javob berib o'tgan holda ba'zi bir narsalar bo'yicha tushuncha berib o'tishga harakat qilamiz. Video roligimizni diqqat va e'tibor bilan oxirigacha kuzatadigan bo'lsanglar, bugundanoq oddiy qilib aytganda tajriba orqali daromadga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, noldan boshlaymiz. Realniy shot va demo shot. Avvalambor bolalar, realniy shot bilan demo shotda farqi yo'q. To'g'rirog'i farqi bor, ammo bitta. Masalan, sizlar hozir realniy shotda $100 bilan savdo qiladigan bo'lsanglar, ba'zi bir odamlar demo shotda $10,000 bilan savdo qilyapti. Ammo grafik ikkalasida ham bir xil. Mana masalan, men bu grafikka ahamiyat beradigan bo'lsak, yokida kelinglar, boshqa aktivga o'tamiz. Masalan, yevro-dollar aktiviga o'tdik. Ko'rishingiz mumkin. 1 soatlik time frame, 30 minutlik time frame ga o'tkazamiz. Kerak emas instrumentlarni barchasini udalits qilib tashlaymiz. Switchani qaysi joydaligi sizlarga ko'rinyapti degan umiddaman. Men bu yerda kotirovkasini ham to'liq tarzda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 1.15. Ana endi kelinglar demo shotga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shunaqa 1.15. O'zimizga kerakli holda bitimlarni ochib, yopishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nimani tushuntirib o'tmoqchiman bolalar? Realniy shotda ham grafik bir xil, demo shotda ham grafik bir xil. Ammo bolalar, ba'zi bir o'quvchilarimiz, ba'zi bir obunachilarimiz demo shotda noto'g'ri praktika qilishadi. Demo shotda oddiy qilib aytganda sizlar pul ishlamaysizlar. Demo shotda sizlar praktika qilasizlar. O'rgatilgan strategiyalar bo'yicha bitimni ochib yopasizlar. Va oddiy qilib aytganda tajriba orqali keyinchalik realniy shotga o'tadigan bo'lsanglar ham daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, sizlar texnik instrumentni yaxshi ishlatishni bilmaysizlar, to'g'rimi? Yokida switchnoy analiz orqali hali yaxshi analiz qila olmayapsizlar. Fundamental analiz orqali unchalik oddiy qilib aytganda praktikaga o'xshamayapti. Demo shotda oddiy qilib aytganda biliminglarni, optinglarni oshirasizlar. Demo shotda yaxshi natijaga erishganligidan keyingina realniy shotga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir obunachilarimiz уже demo shotda 2 yildan beri praktika qilishayotgan bo'lsa, sizlarga tavsiyam уже realniy shotga o'tib, natijada savdolarni sinab ko'ringlar. Grafik demo shotda ham, realniy shotda ham bir xil. Bitta narsa har xil. Aytib o'tganimdek, masalan, hozir sizlar realniy shotda $100 bilan savdo qiladigan bo'lsanglar, nima uchun demo shotda $10,000 bilan savdo qilyapsizlar? $10,000 bilan natijaga chiqish, 100 $200 pul topish ancha osonroq. $100 dan $200 qilish ancha qiyinroq. Sizlar ertaga realniy shotda $100 savdo qiladigan bo'lsanglar, hozir ham demo shotda $100 bilan shotinglarni ko'tarishni o'rganishingiz kerak. Razgon qilishni, tushuntira oldimmi? $10,000 dan $100 ishlash oson, ammo $100 dan $100 ishlash уже qiyin. O'shaning uchun demo shotinglar masalan sizlarda $600,000 bo'ladigan bo'lsa, shuni $100 gacha tushirasizlar. Yokida $1000 gacha, yokida $500 gacha. O'sha kichkinaroq summa bilan praktika qilishni boshlaysizlar.
3-4 marta shotinglarni razgon qilib ko'ringlar. 100 dollardan yoki 500 dollardan 3-4 marta yoki 6-7 marta o'sha shotinglarni razgon qila oladigan bo'lsanglargina o'zingizlarning strategiyalar bo'yicha o'shandagina realniy shotga o'tib, oddiy qilib aytganda, real bozorda savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi savolingizga keladigan bo'lsak, demo shotda ishlagan pulni yechib olsam bo'ladimi yo'qmi? Yo'q bolalar. Demo shotda topgan daromadinglarni yecha olmaysizlar. Binariumda ba'zi bir paytlar turnirlar bo'lib turadi, tekin turnirlar. Mana o'sha yerda demo shotinglarni ko'tarib birinchi o'rinda egallaydigan bo'lsanglar, 300 dollar pul mukofotini yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqa turnir deydigan bo'lsanglar, keyingi video roliklarimizda ko'rsatib o'tamiz. Hozir esa og'iz tarzda ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Masalan, sizlarga 100 dollarlik demo shot beriladi. Sizlarga o'xshagan yana 100 ta odam mavjud. O'sha 100 ta odam ichidan demo shotinglarni maksimal darajagacha ko'taradigan bo'lsanglar, 300 dollar mukofotiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Eng qizig'i birinchi o'ringa ega bo'lishingiz shart emas, realniy pulni yechib olish uchun. 10-o'ringa ega bo'ladigan bo'lsanglar ham 5 dollarlik realniy pul mukofotiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. U turnir tekin, pul to'lashingiz shart emas, oddiy qilib aytganda, va u turnir har kuni amalga oshiriladi. O'zbekiston vaqti bilan 22:30 da. Demo shotda praktika qilgandan ko'ra o'sha turnirga qatnashinglar, 100 dollar beriladi. O'sha 100 dollar razgon qilishga harakat qilinglar. Bir oyda 31 kun vaqtinglar mavjud. Ba'zi bir paytda 28 kun, ba'zi bir oylar 30 kun. Oyida bir marta birinchi o'rinda oladigan bo'lsanglar ham shu 300 dollar pulinglarni yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu bolalar ba'zi bir odamlarning oyligi hisoblanadi. O'sha oyligini sizlar uyda savdo qilib, praktika qilib o'tirgan holda topib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi video roligimizda o'sha mavzular haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qildik. Albatta video roligimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Va bolalar, Binarium platformasini, silkasini video roligimiz описаниесida qoldiramiz. Bizning promokodimiz ham mavjud bo'ladi u yerda. Shotinglarni to'ldirayotgan payt bizani promokodni kiritadigan bo'lsanglar, promokod degan joyga 100 dollarga to'ldiradigan bo'lsanglar, balansinglar 200 dollar bo'lib tushadi. 200 dollarga to'ldiradigan bo'lsanglar 400 dollar, 1000 dollarga to'ldiradigan bo'lsanglar 2000 dollar bo'lib tushadi. Barchangizga xayr bolalar, sog' bo'linglar, charchamanglar. Shu joyda video roligimizni bitirsak ham bo'ladi. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha